Sen uylansang menga foyda bo'lar ekan-a? Nimaga? Etika, estetikani bilar ekansan-a? Yashashni mendan o'rganasiz-da. Yashashni? Men senga uylanaman. Doda? Men sizga tegmayman. Nega? Siz to'g'ri kelmaysiz chunki menga. Nimam to'g'ri kelmaydi? Bilasizmi, men hali beri erga tegmayman. Undan keyin men chet elga erga tegmoqchiman. Chet elliklarga. Nimaga qizlar chet elliklarga erga tegishga qiziqadi? Chunki ularda qaynona qaynota bo'lmaydi. Qaynonani xizmatini qilish kerak degan narsa bo'lmaydi. Bizani o'zbekchilikda bilasizku, ertalab vohli tur, spir, ish qil, obed qil, ovqat qil. O'qigan qiz ekansan-u, lekin qovoq miya ekansan. Yo'g'i. Chet ellikga erga tegding. Xo'p. Ertalab uxlaysan. Tursang ering choy tayyorlab qo'yadi. Farzandlaring tug'ildi ham deylik. Xo'p. Yillar o'tdi. Seni ham yoshing katta bo'lib qoldi. U farzandlaring seni tashlab chiqib ketadi. Nega meni tashlab chiqib ketar ekan? Chunki seni ering ota-onasini tashlab chiqib ketgan. Sen xizmat qilmayman deyapsan-ku. Seni farzandlaring, seni kelining nimaga senga xizmat qilish kerak? Keyin nima bo'ladi? Oddiy misol, kasal bo'lding. Xo'p. Kasalxonaga qo'shnilaring, qarindosh urug'ga o'xshab boradimi? Ularni iti bo'ladi. O'sha borarmikan ko'rishga? Yo'q. O'zbeklardagi mehr-oqibat hech qayerda yo'q. Men siz cholsiz deyman-u. Rostdan ham cholsiz-da. Fikrlashingiz ham cholladi. Bo'pti. Ko'p gapirma ovqatingga. Senga ko'p narsani o'rgatishim kerak ekan. Birinchi ovqat yeyishdan boshlaymiz. Tez-tez katta-katta yeyish kerak. Chiroyli, kam-kam yeyish kerak.